AnyDesk'ni ustunoqqa etishni o'rganamiz. AnyDesk'ni topib bilmasak, biza Google Chrome'a giramiz. Birdan AnyDesk deb yozamiz. AnyDesk. Yana shu birinchi chiqqan saytini bosamiz AnyDesk'ni. Birdan endi bizlarga download now ya bo'lmasa skачать сейчас. Shunga bosdim. Shu mishkani chap tarafi bilan masalan bir marta bosib turibman, ikki marta bosilmaydi hozircha. Fayllarga girecek vaqti, ochacak vaqtimda ikki marta bosamiz. Hop, hozir internetim sal slabroq bo'lib turibdi, aylanib turibdi belni. Shunga deyim, meni boshqa versiyalarni ko'rsam bo'ladi. Yana macOS uchun bor ekan, bu iPhone, Apple uchun, Android uchun bor, telefon Android uchun bor, Apple TV televizor uchun ham bor ekan, bu Linux uchun bor. Biz ko'rdik. Operatsion tizimlar Windows, macOS, Android, Linux. Bu Linux uchun ham bor ekan. Keyin FreeBSD buni bilmadim. Buni bilmadim. Chrome OS brauzer uchun ham bor ekan. Bu keyinchalik keyingi darsimizda brauzerni o'zi shu Google Chrome'ni ochib, ichidagi расширениyalarni ustunroq etishni ko'ramiz. Yana bu yerda chiqdi, download 8 megabayt ekan, hozirgi versiyasi 967. Bunga bosdim. Hozir endi skачать etsin. Skачать etgansa bu yerda chiqadi o'zi. Hop, would you like to try if you уже bizda skачать chiqishi kerak. Shu bosgandan keyin internetim past bo'lgani uchun yaxshi ishlamay turibdan chiqdi. Mana ba'zida skачать etib turibdi, 8 megabayt. Internetimni o'zgartirib bering. Internet yo'qolib qoldi. Подключение к интернету уже подключено bo'ldi. Telefonim oladim. Hozir vazirlik bosaveraman. Skачать boshlandi уже turibdi, tezlashdi. Hop, skачать etib bo'ldi. Hozir o'zi papkaga o'stadi bu yerda. Bo'ldi. Mana. Biz o'shada papkani ustiga bosamiz. Yana yo'qolib qolsa bu загрузкаdan ikonka bu. Bunga bossak yana chiqadi. Mishkani hozircha chap tarafda ishlab turibman. Papkani bosdim. Papkadan yana AnyDesk. AnyDeskni bosdim 2 marta. Ichine kiradi. Hop, hozir ishlaydi. Bir ochadi hozir. Mana ochdi AnyDesk. Bizda AnyDesk'ning bir de AnyDesk'ning kodi. Bu kodni boshqa odamga tashlasaga bo'lmasa, u odamni ish kodini bizga tashlasa, biz ishab ulanishimiz mumkin. Ish kodlar bilan ulaniladi. Misol uchun men hozir boshqa odamning kodi bo'lsa, bu yerda yana yuqorida shunda введите удаленный adresdan yozaman. Bu yerga shu kodini yozaman, shu 1777615. Hozir menda yana bu yerda o'zimning uyimdagi notebook'im chiqib turibdi. Uni ustiga bossam, mana o'sha shuning ko'rinadi. Unga keyin принять etishimda chiqadi unda. Hozir aytib turaman buni. Oshidagi принятni bosib bersa bo'ldi. Bu yerda yana avval ulanganlarim, endi bu boshqa notebook, bu meni onlayn ekan. Endi bu meni kompyuterlar bular onlayn. Shunda yana avvalgi qilganlar ham onlayn turadi. Yana yashil bo'lsa onlayn. U degani kompyuterni ochib ishlatib o'tiribdi, AnyDesk ishlab turibdi unda. Bunda esa yana ishlamay turibdi, bular ham ishlamay turibdi, bular o'zi. Avvalgi kirganlarim shunda pastda chiqib turadi. Odlarni ham o'zgartirsak bo'ladi. Men buni bilmadimlar, kimligini просто o'zgartirib ko'ramiz. Bu ish deb qo'yamiz yana. Ish. Так, переименовать ish. Mana ish deb o'zgardi bu. Yana mana endi uyda ko'kmiz. Uyda narsa chiqib turadi. Bu shunday ko'rinishi. AnyDesk'ga shunda deb uстановка qilamiz. Bu oddiy uстановка emas o'zi. Programma skачать etamiz, ustuna bossak bo'ldi chiqadi. Bu endi neda turadi desak, bu yerda papka bor edi. O'shada AnyDesk'ni ushlab turamiz. Mishkani chap tarafi ustidan bosib ushlab turibman. Yana рабочий stolda o'tirdim. Переместить. Yana shura tushdi. Shunda рабочий stolda qo'yaveramiz buni. Shuni ustidan bosib girsak bo'ladi.